Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun Xudo xohlasa mana hafta kuniga payshanba 19-iyun Namanganga Norin avtomobil bozoriga kelganmiz azizlar. Bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qilganmiz. Bittadan like bosib qo'yishda kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Bu avtonar ham o'zimizning kanalimiz azizlar. Xudo xohlasa bu kanalga zo'r syomkalar chiqarib boramiz. Xo'p, qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar. 2018 dan boshladik, 3-paysada deb aytayapti akamiz. Ravon brendi ostida chiqqani, mexanika, 4-paketli metani bor, ABS konditsionerlari bor. 150 ming kilometr bosib o'tdi. Motor ходовой korobkalari zavodskoy diskalari bilan. Salon holatlari. Video davomida ko'rasizlar, har xillaridan bor azizlar. Avtomat, mexanika, aralash syomka qilganmiz. Xo'p, 90 talik 4-paketli metan zapas baloni bor, pol holatlari mana. Xo'p, 2018 3-paysa 150 ming yurgan Ravon brendi ostida chiqqanidan. İçiler dizayn ham kechqurun svitlar yoqishdan ichiga ham $100 sarf. Bo'ldi, paketli metan. Metan. Kraskasi. Kraska bor endi yuzaki aytib aytiladi. Necha foiz deydi aka? 15-20 foizgacha bor. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q, yuzaki bor. Xo'p, necha pul qilib berasiz yaqinroq qilib aka? Oka narx sanasi $70 ga beradi. $7400 ga hisob chiqadi. Nasiya barter yo'llari-chi? Telefon qilishsa kelishilgan holatda beriladi. Bo'ldi. Hujjatlari-chi? Joyida hammasi. Xohlaganini qilib bo'laveradi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 99 99 kodi bilan 515 55 40 bozoringiz bersan aka. Aloqaga chiqarasizlar mana 2018 150 ming kilometr bosib o'tgan. Biz qaysi mashinani syomka qilayotgan bo'lsak, bemalol kelib ko'rib tekshirib olib, notariusda pulni beraverasizlar azizlar. Navbatdagi Nexia 3imiz 2018 4-paysa Stalnoy svetidan 160 ming kilometr bosib o'tgan. Gazlari bor. Economizer, ABS konditsioner hamma narsasi bor. Cobalt diskasi qo'yilgan, balonlari yangi holatda. Motor ходовой korobkalari zo'r. Xo'p, salon holatlariga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek 4-paysa avtomat korobka, zavodskoy chexollari bilan kovriklari bor, linon qilinmagan, deflektor qo'yilgan ekan. Orqa salonlari zavod holatda tonirovka tortib qo'yilgan. 90 talik temir metan gazi bilan mashina. Zapas baloni bor, pollari zavod holatda. 2018 4-paysa 160 ming yurgan. Kraskasi? Ikkala eshikda 3 ta detalmi? Necha pul narxi aka? $7700 dan kelishtirib berasiz. Xo'p, bu ham naqd pulga sotiladi. Naqd pulga sotiladi. Bartergachi? Barter ham bor. Barter bor. Hujjatlari 5000 pulini bersa bo'lganda qo'yim bo'yiga ham kelishadi. Azizlar, oldindan kamida $5000 pulinglar bo'lsa, bo'ldi, ko'rmaymi 5000 pulinglar bo'lsa, 2-3 ming yetmay qolganini kelishishasizlar. Endi kelishgan summalarni akani o'zi bilan kelishib nasiya qilsa ham bo'ladi. Bo'ldi. Hujjatlari? Generalni ham bo'ladi, xohlagan hujjati bo'laveradi. Telefon raqamingiz? 97 020 0023. Bozoringiz bersan aka. Azizlar, aloqaga chiqarasizlar. 2018 160 ming kilometr bosib o'tgan. Navbatdagi Nexia 3imiz ham 2018 mexanika ishqibozlari uchun 5-paketli. Bo'ldi. 5-paketli metan, economizer, ABS konditsioner. Buni probegi qancha? 123.500 kilometr bosib o'tibdi. Salon holatlari 2-paysada mexanika. Ichki holatlarni ko'ringlar mana. Gazi yaqin o'rtada qo'yilganmi? 1 oy bo'ldi. Xo'p, tushunarli. 2018 113,5 ming kilometr bosib o'tgan. 123,5 ming kilometr. Ikkinchi paysi top toza. 100% toza. Toza, konserva bezlashlar turibdi. Bo'ldi. Narxi necha pul eng qizig'i aka? $7700. $7700 $700. kelishiladi. Kelishtirib beraman. Xo'p, bermaganingiz bo'lmadimi, sir bo'lmasa? Nasiya barterlarichi? Narxi savdolar. Faqat $1,200 yetmay qolsa, $1-2 ming yetmay qolsa, 1-2 oyda. qisqaroq muddatga kelishilaveradi.
Hujjatlari-chi? Hujjatlari avvalgi faqat. Nomiga o'tkazib olish sharti bilan. Telefon raqamingiz 93'lü. 93lik 912 912 21 21 29. 29 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2018 123.500 km bosib o'tgan, kraskasi toza. Aloqaga chiqaverasizlar, gazlari bor. 2022 navbatdagi Nexus 3'imiz 4-paketli avtomat korobka. Xo'p. 4-paketli propan, ABS, konditsioner, hamma narsasi bor. Bosib o'tgan kilometri 44 ming. Nima rasxoti bor aka moshinaga? Bo'ldi. Shofyorga. Ichki holatlarni ko'ringlar. Zapas balon damkiratgich, zapas balonni o'rnida 48 talikmi? 48 talik 4-paketli propan. Kraskasi toza, 100% toza. Xo'p, narxi necha pul aka? Buni oxiri 10.300 ga beramiz. 10.300 dollarga oxiri chiqadi. 10.5 ming deyapmiz. 10.300 ga hisobimiz chiqadi. Nasiya barter imkoniyatlari Bu ham shu 1 oygacha imkoniyat. 1 oygacha yetmay qolsa kelishib turilaveradi. Barter bor. Barter yegudi mashinalarga. Ha, devil. Bo'ldi, ko'pchilik so'raydi-da, aka barter qanaqa mashinaga deb so'ramayapsan dedi. Ko'pchilik men aytmoqchi bo'lganim 90% barterga unagan odam faqat devdi mashinasini olib qoladi. Devil. Hujjatlar nomiga o'tkazib olish kerak bu. Bu оформление. Telefon raqamingiz Yenilanishmi? 94lik 94lik 983 983 69 69 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. 2017 navbatdagi Nexus 3'imiz Choko rangidan. Buni yurgani qancha? 253 ming kilometr bosib o'tgan 2 yevro avtomat. Endi Nexus 3'larni bilasizlar. Yevro bilan Aziya deyarli farq qilmaydi avtomatlari. Aziyada 4-paketli avtomat bo'lsa, Yevroda 2 yevro mana avtomat. 4-paketli metan gazlari bor. Aytmoqchi bo'lgan narsam sodda qilib tushuntirganda hamma narsasi bor. Motor hadovoy korobkalar. Yaxshi. Qancha yurdi dedingiz buni? Probegini qanaqa dedingiz? 253 ming yurgan. Ochiqmi? 90 talik temir metan. Zapas baloni bor, qo'llari zavod holatda. 2017 253 ming yurgan. Kraskasi qanaqa buni aka? Kraskasi 10%. 10% bor. Ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan. Xo'p, necha pul narxi buni? 7600. 7600 dollar, ozgina kami bor. Naqd pulga sotiladi deyapsan. Hujjatlari keng bo'lam? Endi Nomga o'tkazib olgan. berib turamiz. Ha, 5-6 oylik narxga beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Nomga o'tkazgani pul topguncha bo'laveradi. Nomeringiz qayerda aytaverasizmi? 94lik 156 13 11. 156 13 11. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2017 2 yevro avtomat 253 ming kilometr bosib o'tgan. 2018 dan davom etamiz. Mexanika ishqibozlari uchun. 4-paketli propan. ABS konditsionerlari bor. Aka buni yurgani qancha? 138 ming. 138 ming yurgan. Motor hadovoy korobkalarida shu propan. Salon holatlari. Ichki holatlarni ko'ringlar. Mana ko'viylari bor, linoleum qilinmagan. Orqa salonlari. 65 talik 4-paketli propan o'rnatilgan ekan. Zapas balonlari bor, qo'llari mana zavod holatida. 2018 138 ming yurgan. Ikkinchi paysi 138 ming yurgan dedingiz. Ikkita petnosi bor. Nech pul bundan narxi aka? 7,5 ming. 7,5 ming kami bor. Ozgina o'tib beramiz. Ozgina o'tib beriladi. 1-2 ming dollar puli yetmay qolsa o'zingiz bilan kelsa bo'ladi 1-2 oyga. 1-2 oy o'ynaydi. Hujjatlari nomiga o'tkazib olish kerak. Tuzalish kerak. Xo'p, azizlar, nafaqat bu mashinani qaysi mashina bo'lsa ham imkon qadar nominglarga o'tkazib olishinglarni tavsiya qilamiz. Telefon raqamingiz 93lik 93lik 912 912 21 21 29. 29 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasanglar 2018 138 ming yurgan propanda, xohlasanglar 2018 123 ming yurgan aloqaga chiqaverasizlar.